Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Hamma yangi haftani dushanba kundan boshlasa, men seshanba kuni soat 8 dan boshladim ish vaqtimni. Chunki yuk tushirishim kerak. Bir 10 kilometr qolgan. Hozir Italiyadaman. Dushanba kuni kecha ishlamadi. Zavodga mashinani motorini olib ketyapman. Olib kelganman, hozir tushirishim kerak. İşte endi boshladim men haftani. Juma kuni kechasi to'xtaganim. Habitdan keyin to'xtaganim. Xullas akalar, ishni nimadan boshlaymiz? Ertalabdan sizlarga ko'rsataman, birgalikda boshlaymiz. Hali smenani ham ochganim yo'q, hozirgina turdim. Birgalikda choy ichib, endi ishni boshlaymiz. Ishni boshlashdan oldin bitta aylanib tekshiramiz. 3 kun ichida tenti yirtib, motorlarni o'g'irlab ketmadimi? Bir qarab qo'yamiz. O'zi yamalgan ekan. Bu mana ochib qaragan ekan kimdir. Ko'rasizlarmi? Buni men yopgandim. Kimdir ochib qaragan buni. Yana yopib qo'ygan. Mashinada taqillagan eshitmaysiz ham, noqulay yotasiz. Ochib qaragan, olib ketib bo'lmaydigan birovga keraksiz narsa. Temir. Keyin yana asta yopib qo'ygan. Kishi bilmas qilib. Ovoz deyarli eshitilmadi, ko'rdinglarmi? Hamma joyda o'g'rilar bor. Mendan oldingi shopir urganmi deymanda ramasini. Dizelni o'g'irlamagan bo'lsa bo'ldi. Menimcha baklar hammasi joyda. Hozir mashinani zavat qilib bir tekshiramiz. Dam olish kunlari taxografni qanaqa rejimga qo'yasiz deb savol berganlarga hozir ko'rsataman. Hech qanaqa rejimga qo'ymaysiz, mashinani o'chirasiz, o'zi karavatnikka tushadi. Va strana yopib qo'yasiz, bo'ldi, turadi. Agar menejer chip kartani suqur desa, 45 soatlikka turganingizda chip kartani chiqarib qo'yasiz va keyin ruchnoy vod qilasiz. Oldingi videolarda ruchnoy vod qanday qilish kerakligini ko'rsatgandim. Hozir men chip kartani suqurmaganman, chunki yuk mojat dushanba kuni tushib qolishi mumkin edi. 45 soatlik emas, 24 soatlik pauzam bo'lish kerak edi o'zi aslida. O'shuning uchun chiqarsa ham bo'ladi, chip kartani chiqarmasa ham bo'ladi. Aslida 45 soatlikka chiqarib siz borib gastinisaga dam olishingiz kerak edi. Hozir sizlarga taxograf qaysi rejimda turganligini ko'rsataman. Oyoq kiyimlar qator bo'lib turganini ko'ryapsizlar. Choy qo'yib qo'yibman, choy qaynasa choy ichamiz. Mana past knopkani bitta bosasiz taxografda 59 soatdan beri pauzada turibman mana. 59 soati 36 minutdan beri. Tepadagi nima uchun 51 minut desangiz, men 15 minut qaydadir turganman. Mana bu 9 soat 36 minut turmasdan oldin 15 minut qayerdadir turganman. O'shani hisoblayapti. Endi ishni biz qanday boshlaymiz? Hozir 3 minut o'tsin, 3 minutdan keyin stranani ochamiz. Hisobi yozib qo'yishimizga osonroq bo'ladi hisoblashimizga. Mana akalar 8:30 bo'ldi. Birpasda 3 minutdan o'tib ketdi. Okey deb bosamiz. Past 2 marta bossak, vod va detail. Men chip kartam birinchida turgani uchun, ikkinchida yo'q. O'shuning uchun vod va detailga boramiz. Okey. Начало strani ishni yangidan boshlaymiz. Okey. Italiyadaman hozir, bo'ladi mana. 18-isla 11-oy 8:30. Okey. Ish boshlandi akalar. Endi buni 3 minut yoki 5 minut molotokka qo'yib qo'yamiz. Mana birinchi knopkani bitta, ikkita bosib qo'ysak, mana bu molotokka bo'ladi. Ya'ni bir aylanib tekshirdik-ku, 3 minut, 5 minut bo'lsa, o'sha narsani isbotlaydi-da. Yana 5-10 minut tursa, hech narsa qilmaydi molotokka. Undan keyin yo'lda davom etib ketaveramiz. Yuk tushirishga boramiz undan keyin. Undan oldin 5-10 minut bemalol choyimizni ichib, mashinani zavat qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mashinani zavat qilishdan oldin mana choyni qaynatib olay, bo'lmasa mana bu 24 volt o'ynaydi-da. Buni kuydiradi. Kuyadi degan sababim mana bu 24 volt yozilgani bilan, lekin mana bu kam tokka ishlaydi. 24 emas, bu 12 voltga ishlaydi. Mana buni o'zi ham qizib ketadi. Mana 2-3 marta kuyganidan yangisini ulab qo'yibman. Bu pandiyat bo'lganda menga. Shuning uchun mashinani zavat qilib qo'yib choy qo'ymayman. Yon boshida ham bor, yon tarafida ham bor u. 12 volt ko'p yaxshi qaynatmaydi. Endi mashinani zavat qilib qo'ysak ham bo'ladi.
Bosib turamiz. Mana start stopi bor. Mashina zavod bo'ladi. Ibi. O'chib qoldi o'zi. Nimaga bunday? Sharmanda qildik odamni. Ayla akkumulyator zaryadi bor-ku. Ha, tez qo'yib yubordim shekilli-da. Akkumulyator o'lib qoldimi deb o'ylabman. Biz akkumulyator mana bunaqa ashibga chiqib qolsa, bu tormozda, tormozda ashibga chiqib qoldi. Bu juma kuni yomg'irga haydab kelganimda kasofatiga bo'ldi. Buni rasmga tushirib menejerga yuboramiz, bizga servis beradi. Servisga borib buni yo'qotib kelamiz. Har nima bir kun yana servisda qolamiz, yana dam olish bo'ladi. O'zi dam olishdan xit bo'lib ketdik kuni bilan. Bizda quyosh endi chiqyapti mana. Necha minutdan beri turibmiz? 6 minut bo'ldi mana. 6 minutdan beri turibmiz. Endi bemalol yo'lga chiqsak ham bo'ladi, navigatorlarda sozlab olamiz. Qanaqa navigator ishlatasiz deganlarga, bu ishxonani telefoni, mana akalar. Ishxonani telefoni. Bunda ikkita programma bor mana. Prehead Driver deganmi, shunaqa ekan nomi. Keyin Sejik bor, navigator. Mana bu programma telefonga ulangan bo'ladi, ularni kompyuterga ulangan bo'ladi. Bunda zadaniya keladi mana. SMS keladi mana. Programmani ichiga SMS keladi. Bu SMSda nimalar bo'ladi? Qaysi davlatdan, qaysi shahrida boyagi indeks nomeri yoziladi. Keyin koordinat nomeri yoziladi mana. Koordinat nomerlari va men turgan joydan masofasi yoziladi, necha kilometr borligi. Va zadaniyaning raqami bo'ladi mana bu. Zagruska raqami bo'ladi. Bu firmaning nomi, keyin raqami, o'zlarining raqami bu. Bunga e'tibor bermaymiz-da, mana zadachiga kiramiz. SMS-ga emas, zadachiga kiramiz. Qilishimiz kerak bo'lgan, borishimiz kerak bo'lgan tochkalar mana bu yerda ko'rinib turadi mana. Razgruskaga borishimiz kerak hozir bizga, yuk tushirishga. Bu bajarib bo'lingan mana bu yerda yozib qo'yibdi o'zi. Запрещенный, tugatilgan zadaniyalar bular. Bular tugatganman, Zaparovkaga borib kelganman oxirgi marta. Keyin Zagruska qilganman undan oldin. Undan keyin yana Vogruskaga bo'lganman Fransiyada. Hozir qiladigan ishimiz mana. Mana bu yerda yozib qo'yibdi o'zi. Hozir borishimiz kerak bo'lgan joy, bitta bosamiz. Yetib borgan bo'lsangiz, 5-6 kilometr qolgan joyda prevel tugmasi o'zi chiqadi. Yetib borsangiz mana bu tugma chiqadi. Men borgan joy, bu joyga borib to'xtashim kerak bo'lgan joyga yana qaytib kelganman, borganman yopiq juma kuni. O'shaning uchun prevel tugmasi chiqqan va boshqa joyga ketib qolganman. Biz yana qaytadan o'sha yerga boramiz. Navigatorga kirsak, bizda bu yerda ko'rsatadi mana. Necha kilometr borligi va hamma dalillarni chiqaradi. Sejik programmasiga avtomatik o'tkazadi bu. Hozir ishlayapti, nima sharmanda qildim. 7 kilometr ko'rsatyapti hozir. Ora-oradan shunacha ishlamay odamni sharmanda ham qilib qoladi. O'shuning uchun o'chirib olamiz, hammasini qaytadan kiramiz. Navigatorga kiramiz. Mana Sejik navigatori bor, programmasi bor. O'shanga kiradi avtomatik. Va necha kilometr qolgan, qayerga boradi, navigator ko'rsatadi. Mana navigatorga olib kirdi. Endi yo'lni ko'rsatadi hozir. Past qarab tursak mana. O'zi qayerdan borish kerak, qanaqa yo'l va necha kilometr qolgan, hamma dalillar shu yerdan chiqadi mana 7 kilometr. Hozir biz o'ngga qarab burilar ekanmiz mana. O'ngga qarab burilib, uzoqlashtiramiz navigatorni. Голосовой rejimi ham bor buni. Bu yerda radar bor ekan mana bu yerda. Shuni to'g'ri boraversak, katta yo'lda girdida ekan, mana shu yerga borar ekanmiz, aylanib kirar ekanmiz. Zavod mana shu yerda. Bo'ldi. Yuk soat 8 da tushish kerak, chunki zavod 8 da ochilar ekan. Bizda hali soat necha bo'ldi? 8:44 bo'ldi. 15 minut qoldi, bemalol yo'lga chiqaversak bo'ladi. Bu Litva Polshani vaqti bilan-da, Litvani vaqti bilan.
Italiyada hozir soat 7:44, 1 soat orqada hozir Italiya. Sizlarga video olaman, tushuntiraman deguncha mana quyosh ham chiqib ketdi. 15 minutdan beri turibman, adashmasam. 12 minut bo'libdi. Endi yo'lga chiqamiz akalar. Karavotniki qolib ketdi-ku bu yana. Latoka tushirib qo'ya yana. Shunaqa gaplar akalar. Endi yo'lga chiqamiz, ketdik. Bismillahirrohmanirrohim deb ishni ham boshlaymiz mana. Shu yerdan chiqib ketsak, menimcha burilishga uslub qilamizmi? Bu yerdan yengil mashina burilish kerak-ku asosan. Biz bu yerdan burila olarkanmizmi? Qisqa joy, qisqa masofa. Bu sariq liniyaga ham o'tib ketamiz-ku, endi iloji yo'q, shu yerdan burilamiz boshqa. Boshqa variant yo'q. Orqaga qaytib ketish kerak, undan ko'ra shu yerdan burilgan ma'qul. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Vobe bo'ldi-da, chillaysan buncha. Remenni taqtyapti, bu ham shpet. Taqdim mana, taqdim. Kilometr. Используйте первый выезд. Где-то bir 10 minutlarda yetib boramiz. Продолжайте ехать по дороге 6 километров. Shaharda chidamiz-ku. Quyosh ham chiqdi. Kunni yangitdan boshladik, haftani yangitdan boshladik. Yo'lda kofe ichib ketaveramiz bemalol. Odam 45 soatlik pauzaga zerikib ketadi-da. Ishlasa qachon 45 soatlik pauza qilar ekanmiz deydi. 45 soatlik pauza dam kelganda juma kuni to'xtaydi, dushanba kuni yurish kerak. 2 kun, 3 kun yotadi mashina ichiga, qayerga borishni bilmay, nima qilishni bilmay, odam zerikib ketadi. O'sha zerikishni oldini olish uchun men video olib, kontent olib, o'zimni o'zim ovutaman-da. Katta yo'lga chiqarkanmiz. Palasiga o'tib olamiz. Orqamda kelaydigan endi eski anoni qarada gazelli. Palasani egallab kelgan. Yo'l bermaydi. O'zi orqada kelyapti. Italiyada qaytarib o'taman. Oldingi videoda ham aytgan edim. Italiyani yengil mashina haydaydigan shopirlari nafaqat yengil, ya'ni fura haydaydigan shopirlari ham mol shopirlar ekan. Beparasat haydaydi. Umuman yo'l bermaydi birinchi ochratdan. Sizni yo'lingiz bo'lsa ham ketaveradi. Jinnini yoqib, garangsirab, avrat yo'q holatdan ketaveradi. Italiyada shunaqa ekan akalar. Germaniyada yo bir Polshada unaqa emas, Germaniyada unaqa emas. Даже Fransiyada ham unaqa emas. Endi Italiyada shunaqa beparasat shopirlar ko'p ekan. Qadab keladi. Qarang-da, na pavorat yoqadi, mana isboti. Na pavorat yoqadi palasada o'tishga. Na distansiyani saqlab keyin o'tadi. Mayli. Hamma joyda bor-da, endi shunaqa Yevropada ham shunaqa beparasat shopirlar bor. Faqat o'zimizda emas. Yevropada ham bor ekan akalar. Biz yolg'iz emasmiz deylik. To'g'riga borsak, Frujus tunneliga borar ekanmiz, Fransiyaga qarab. Biz
biz o'zi Fransiyadan kelgan bo'lsak, yuk tushiramiz. Keyingi yuk qayerga boradi? O'shanga qiziqaman men har doim. Yuk tushirib bo'lgandan keyin sraz aytaman, yuk tushirib bo'ldi, mashina postoy. Zagruskani kutib turaman. Keyingi zagruska zadaniya qayerga bo'ladi? O'sha moment menga qiziq bo'ladi. Italiyadan Portugaliyagami, Fransiyagami, Germaniyagami, o'sha joyi menga qiziq bo'ladi, qaysi davlatga ekanligi. Yangi shaharga, yangi davlatga borsangiz maza qiladi odam. Men maza qilaman, qolganlar bilmadim. Mana shu yerdan nazorat qilamiz endi. Держитесь левой стороны, потом плавно поверните направо. Nazorat emas, keyingisidan aka. Через 100 метров плавно поверните направо, потом на вторую парочку. Ana endi burilamiz. Плавно поверните направо, потом на вторую парочку поверните направо. Через 100 метров на вторую парочку поверните направо. Bitta tormoz berib olamiz. Hayda. Yuk og'irligi uchun bir xil payti gazni oxirgacha bossangiz ham mashina qo'zg'alish qiyin bo'ladi, ha akalar? Поверните направо. Shopir akalar yaxshi tushunadi. Yuk og'irda gazni oxirgacha bosyapman ham qo'zg'algisi kelmaydi. Bu svetoforlarga ozgina sharmanda qilib qo'yadi odamni. Svetoforga to'xtagan vaqtingiz. metrdan keyin Через 700 метров выходите в цель. o'sha joyga yetib kelar ekanmiz zavodga. Shu yerga yuk tushiramiz endi biz. Videoni o'chirmasdan oxirigacha boraylik qani. Mana shu joyi qiziq bo'ladi hammaga. Video ko'radiganlarga va shopir akalarga. Endi qayerga boriladi mana? Terminal chapga qarab deyapti. Biz chapga qarab burilar ekanmiz, adashmasam. Через 300 метров выходите в цель. Chapga qarashdan oldin biz to'g'riga qarab yuraylik-da ozgina. Qayerga borishimni hozir kartadan qarab bilib olamiz. Mana shu yerga bitta to'xtab olsak, shu yerda parking bor ekan. Parkingga orqa bilan to'xtagandan ko'ra to'g'riga qo'ysak ham bo'lar ekan. Yetib keldik, mana 100 metr qoldi deyapti. 100 metr joyga o'ngami, chapgami, qaysi biri zavod? Buni bilish uchun bitta to'xtab Google xaritaga qarab olamiz akalar. Hoppa. Mana shunday. Mashinani o'chiramiz. Endi Google xaritaga qarab olamiz. Qaysi biri zavod, qaysi biri biz kelgan joy. Google xaritadan yuk tushirish joyiga mana keldik. Bu yangi keluvchilarga, bilmaganlarga yoki bilganlarga ham, Yevropada yurganlarga ham bu qo'shimcha ma'lumot bo'ladi deb o'ylayman. Keldik, mana bu o'ng tarafdagi zdaniya ekan, mana shu zavod, shu yerga yuk tushirishim kerak. Hozir ochiq, meni vaqtim bor, bemalol borib, qayerga borishim kerak, nima qilishim kerak? To'g'risi men ham bilmayman hozir. Yevropada yurganlar buni yaxshi tushunadi. Buning uchun nima qilish kerak? Google xaritaga kirasiz, mana akalar, Google xaritaga kirasiz. Men shu yerda turibman, mana shu zavodmi, mana zavod ustiga bosasiz. Nomi yozib qo'yibdi. Hozir ochiq turibdi mana. Shuna ko'targaningizda rasmlari bilan qayerda parking bormi, yo'qmi, rasmlariga qarab olasiz. Undan tashqari Otvestni bosasiz mana. Qorong'i bo'lib qolyapti ekan. Otvestni bosasiz. Bu yerda shopirlar kelib, yuk tushirib, yuk ortgan shopirlar shu yerda yozib qo'yadi. O'zini nima deydi? Kommentariyasini qoldiradi. Bu yerda bitta yulduzcha qoldirgan va полтора часа ожидания выгрузки
один paleta na 20 kilogramma. Bitta paletni 1,5 soatdan beri kutib turibman. To'dim xullas o'zini kommentariyasini yozadi mana shu yerda. Siz shunga qarab qayerga borish kerak, nima qilish kerak, juda ko'pchilik yozib qo'yadi shu yerga. Yukni qanday tushiradi, ofisi qayerda, nima qilish kerak, ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'lasiz mana shu yer haqida. Men hozir qayerga, nima qilib borish kerak, mashinani qayerga qo'yish kerak, birinchi ofisi qayerda, hammasini mana shu yerdan bilib olaman. Mana bormasdan oldin mana realni ko'rib turibsizlar, ish jarayonidan birinchi kelib shu yerga to'xtadim hozir. Mana mendan keyin ham bittasi kelyapti, Litovskiy. Bu ham to'xtab bitta otobusga qarab oladi. Qayerga borish kerak, nima qilish kerak. Bundan keyin bemalol qo'rqmasdan boradi, yukni tushiradi. Bu bilmaganlar uchun ma'lumot. Yevropada yurgan yoki shu narsadan foydalanmagan, bilmagan akalarga ham qo'shimcha nima deydi? O'rganish bo'ladi deb o'ylayman. Mana hamma yuk tushirgan kelyapti, akam qog'ozni ko'tarib boryapti. Demak, men ham mashinani shu yerga qo'yib, qog'ozni borib, qayerga borsam nima bo'ladi, bilib kelsam bo'lar ekan. Shunaqa gaplar akalar. Mana akamiz ketyapti. Yo qirg'iz akamiz, yo o'zbek shu akamiz. Mana orqaga mashinani qo'ydi, dafti. Oldimizga ham Litovskiy ferma mana, Litvani nomeri. Men ham boraman hozir hujjatlarda mana smerlar bor. Smerda yozib qo'ygan bo'ladi o'zi mana fermaning nomi va 22,000 kilogramm, 22 tonna. Bu mashinani boyagi yukni hujjati, motorlarni hujjati bo'lsa kerakini bilmadim. Men ham hujjatlarni olib boraman, ketdik bo'lmasam. Ko'p gapirardim. Hujjatlarda mana oldimda endi bemalol shoshilmasdan boramiz, navbatimizga qarab yukni tushiraveramiz. Mashina o'sha yerda turaveradi. Videoni hozir montaj qilib o'tirmayman, boricha qo'yib yuboraman. 7 tami 8 ta kadr bo'lib ketgan, o'shalar hammasini birlashtiraman-da, hammasini birdan qo'yib yuboraman. Chunki shu bo'lgan video chiqishi kerak soat 14:00 da Yevropa vaqti bilan. Hozir yuk tushirish jarayonini davomini keyingi videoga, ertangi kunga qo'yaman. Chunki video cho'zilib ketdi. Buni davomini ertaga qo'yiladi. Bugun seshanba kuni obeddan keyin shu video chiqishi kerak. To joylanguncha o'zi 3-4 soat vaqt ketadi. Hozir videoni to'xtataman-da. Buni davomini ertaga ko'rsangiz bo'ladi. Hozir ofisga kirishimni, qanday yuk tushirishimni, buni hammasini video olib boraman, lekin shu joyda video to'xtaydi hozir, davomi ertaga bo'ladi. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, yangi kuzatuvchi bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying akalar. Bular shunaqa gaplar. Biz yetib